Qalbingiz doimo quvonchli bo'lsin, yuragingiz hamisha urib tursin, Robbim sizni har qadamda asrab yursin, quvonchli kunlaringiz muborak bo'lsin. Assalomu alaykum, yaqinlarimga tabrik loyihasining aziz muxlislari. Barchangizga a'lo kayfiyat tilab, boshlovchi Yasminaxon sizlar bilan birga. Qani ketdik azizlarim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Muqaddamxon opajonim, yaxshimisiz? Kayfiyatlaringiz a'lomi? Rahmat. Alloh rozi bo'lsin opajonim. Eng avvalo sizni bugungi tavallud ayyomlaringiz, payg'ambarimizga ummat bo'lgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Rahmat. Kim bu, tanimadim? Alloh umringizni uzun qilsin opajonim. Albatta o'zimizni tanishtiramiz. Yaqinlarimga tabrik loyihasidan Kamina boshlovchi Yasminaxon bo'laman. Opajon, siz uchun qo'limizda chiroyli bir tabriklarimiz, go'zal tilaklarimiz bor. Qabul qilib olasizmi? Rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Mehribonim, bir savol bersam, nima deb o'ylaysiz? Mana shu qo'limdagi chiroyli tilaklar, samimiy tabriklar siz uchun kimdan kelgan bo'lishi mumkin? Bilasizmi? Biroz taxmin qilib ko'ramizmi? Bilolmadim. Opajon, albatta. Yulduz Sayinsinimikin bilmadim, topolmadim. Mana shu mehribonlaringizdan, albatta. Mehribonlaringizdan. Opajon, mehr muhabbatli, jonkuyar opajoningiz bizga murojaat qilganlari. Eng katta opajoningiz qaysi birlari? Albatta, mana shu Mashhuraxon opajoningiz sizga go'zal tilaklar yuborganlar. Bilasizmi, sizga juda chiroyli ta'rif berdilar. Dunyodagi eng beg'ubor, go'zal yuzli, oilasi uchun mehnatsevar ayol mening singlim deya ta'rif berdilar. Rahmat. Sog' bo'ling. Alloh umrlaringizni xayrli qilsin. Albatta bu tabrikka barcha oila a'zolaringiz qo'shilib tabriklab qolishgan. Umr yo'ldoshingiz Bahodir aka, farzandlaringiz Islomjon, Boburjon, barchalaringiz, opajoningiz Mashhuraxon, Matlubaxon, Safiyaxon, barchalari qo'shilib tabriklab qolishgan sizni. Rahmat, salomat bo'lishsin. Alloh umringizni uzun qilsin. Amin. Inshaalloh. Opajon, yana bir savol bersam, aybga buyurmaysiz? Mehriboningizga, mana shu opajoningizga, jonkiyaringizga siz qanday ta'rif bergan bo'lardingiz? Ta'rifi cheki yo'q. Faqat yaxshi ta'rif, mehribonlar, jonkuyarlar. Albatta. Biz uchun onam o'rnilarda onalarda. Albatta. Mehribonim, opalar dunyodagi eng mehribon zot bo'lishadi. Mehribonim, dunyodagi qaysi bir gulga qiyoslagan bo'lardingiz opajoningizni? Bizni eshitmoqdamisiz opajon? Mayli opajonim, sizni qiynamaymiz. Alloh rozi bo'lsin. Mehribonim, ana endi mana shu beg'ubor bo'lgan go'zal yuzli opajoningizni sizga atalgan go'zal tilaklarni o'qib eshitarsam maylimi? Marhamat, tinglang opajonim. Mehri daryo farishtam meni, sen men uchun yagona, duogo'yim sarishtam meni, seni yaxshi ko'raman singlim, yuzi nurli gul chiroyligim, qayta topib bo'lmaydigan boyligim, qiblagohim jannat boyligim, seni yaxshi ko'raman singlim. Assalomu alaykum, xayrli kun. Osmonda porlab turgan quyoshdayin, yulduzdayin, xonadonini go'zal bir bekasi-yu egasi bo'lgan, hammaga birdek mehr muhabbat ulasha olgan, quvonch ulasha olgan mehribonim, o'zimni mehr muhabbatli singiljonim. Baringga shukur singlim, baringga shukur. Eng avvalo singiljonim, sen shuni bilginki, seni judayam yaxshi ko'raman. Doimo baxtimizga omon bo'lgin. Seni mana shunday go'zal kunlaring, tavallud ayyomlaring muborak bo'lsin. Payg'ambarimizga ummat bo'lgan kunlaringiz bilan, bugungi qarshi olgan 47 yoshlaringiz bilan chin qalbimdan qutlayman. Alloh umringni uzun, barokatli, fayzli qilsin. Go'zal yuzligim,
Inshaalloh kuyovim Bahodirjon bilan dunyodagi eng baxtli insonlardan biri bo'lgin. Jiyanim Islomjon Germaniyada musofir yurtlarda ilmli, bilimli farzand bo'lmoqda. Alloh hamisha ilmiga Alloh ilmlar qo'shib bundanda ziyoda qilsin. Boburjon jiyanimni, Islomjon jiyanimni hamisha baxtiga omon bo'lgin. Baxti kamollarini ko'rgin. Dunyodagi eng chiroyli, baxtli oilalardan biri bo'lmoqlik nasib aylasin. Go'zal yuzligim, sog'u salomatlik, go'zallik, latofatlik hech qachon seni tark etmasin. Yaqinlarni ardog'i hech qachon tark etmasin. Kulgan ko'zlaring g'amni, kulgan yuzlaring aslo nam bo'lmasin. Doimo ko'zlaring baxtdan porlab tursin. Quvonchdan porlab tursin. Hamisha baxtimga omon bo'lgin go'zal yuzligim. Onamga o'xshagan yuzlaringni ko'rsam, shundayin shodlanaman, shundayin quvonchlarga to'laman go'zal yuzligim. Seni judayam yaxshi ko'raman. Alloh umringni uzun, tani joningni doimo sog' salomatda qilsin. Singiljonim, sen shuni unutmaginki, seni har sohada qo'llab-quvvatlab, opa bo'lib, onaday aziz bo'lib, doimo yoningda tirgak, suyanchig'ing bo'laman. Onamdan qolgan yodgorim, mehribonim, qiz bola palaxmon toshi bo'lar ekan singiljonim. Bir xonadonda tug'ilib o'sgan bo'lsak-da, lekin borar yerlarimiz boshqa. Ammo mana shundayin bo'lsa-da, qalbimiz, mehrimiz bir albatta. Mana shundayin birdamligimizga ko'z tegmasin. Bizdan ortib, inshaalloh farzandlarimiz ham biz kabi mehr muhabbatli inson bo'lishsin. Alloh nasib aylasa, birgalashib Allohning baytiga borib, go'zal amallarni opa singil bo'lib, singillar barchamiz birgalashib bajo aylamoqlik nasib aylasin. Boringga shukr singiljonim, seni judayam yaxshi ko'ramiz. Uyimizning eng erkatoyi, farishtasi, hur beg'ubori, quvnatadi ko'nglimni doim, onam kabi mehribon singlim. Kulgularing dardimga davo, kerakdirsan go'yo suv havo, sen yig'lasang bo'laman ado, onam kabi mehribon singlim. Ko'rmayin hech ko'zingda yoshin, dardlaringni menga ber singlim, qalbingdagi so'nmas quyoshim, onam kabi mehribon singlim. Yuzing o'xshash onam yuziga, so'zing o'xshar shirin so'ziga, yonimda kulgin har bir yonimda, onam kabi beg'ubor singlim, doimo baxtimga omon bo'lgin kenjatoy, erkatoy singlim deya chiroyli tilaklarni mana shunday tabriklarni yakunlaganlar mehribon bo'lgan Mashhuraxon opajoningiz bo'ladilar. Opajon, mehriboningizga go'zal tilaklaringiz bo'lsa eshitamiz sizni ham. Albatta bu suhbatimizni opajoningiz ham tinglaydilar opajon. Rahmat, inson baxtimga sog' omon bo'lsinlar. Menga nimaiki yaxshi niyatlar qilgan bo'lsalar, hamma niyatlari o'zlariga ham hamroh bo'lsin. Baxtimga sog' bo'lishsin. Bizlarga kirib yursinlar. Hamma niyatlar o'zlariga ham ijobat bo'lsin. Rahmat kattakon borlariga shukr. Amin, inshaalloh. Sizga ham rahmat. Tashakkur. Farzandinglar sog' bo'lsin. Tashakkur opajon. Sizga rivoj. Rahmat. Biroz bo'lsa-da ko'nglingizni ko'targanimizdan xursandmiz opajon. Alloh umrlaringizni xayrli qilsin. Mana shunday baxtingizga hech qachon ko'zlar tegmasin. Dunyodagi eng baxtli ayollardan, oilalardan biri bo'ling. Chiroyli tilaklarimiz hamisha hamrohlik qilsin. Sog' bo'ling opajonim, salomat bo'ling. Rahmat kattakon, sizlar sog' bo'linglar. Opajonga ham rahmat kattakon. Tashakkur. Omon bo'ling opajon. Rahmat, sog' bo'linglar. Sog' bo'ling. Mana bu go'zal tarona mehribon bo'lgan opajoningizdan siz uchun tuhfa. Taqdir bizni har tomonga olib ketdi. Sho'xligimiz ota uyda qolib ketdi. Tirnog'idan kim ayirar ayting etni. Yiroqmiz ammo yaqin ko'ngillarimiz. Ming xavotir uyg'onadi bitta jonda. Ko'risholmay qolsak agar har zamonda, hech bo'lmasa gaplashamiz telefonda. Oqibatli go'zal opa singillarimiz, singillarimiz, opa singillarimiz,
go'zal opa singillarimiz, singillarimiz, opa singillarimiz, g'ubori yo'q qorday oppoq ko'ngillarimiz. Yo'qdir sira armonimiz, shodliklarga to'la o'tdi har onimiz, parvarishni qoyil qildi bog'bonimiz, bitta bog'ni go'zal atir gullarimiz. Oshiqamiz bir-birimiz ko'rmoq uchun, go'ringlashib mazza qilib kulmoq uchun, bolalikni eslab mazza qilmoq uchun, shunaqangi qalbi qaynoq